Janoza. Taniqli inson bugun tongda dahshatli avtohalokatda vafot etdi. Oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kecha 21 noyabr kuni Namangan viloyatida yo'l patrul xizmati inspektori qoidabuzar haydovchi mashinada urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ma'lum qildi. Uning bildirilishicha, soat 23:00 larda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan Namangan viloyati Davlatobod tumani hududida harakatlanib ketayotgan 12 rusumli avtomashinaga to'xtash ishorasi berilganida tegishli hujjatga ega bo'lmagan haydovchi xodimlarga bo'ysunmasdan qochishga uringan. Ushbu vaqtda ratsiya orqali oldinroqda xizmat olib borayotgan katta serjant Vahobjon Mo'minovga mazkur avtomashinani to'xtatish chorasini ko'rish yuzasidan xabar berilgan. Vahobjon Mo'minov haydovchiga to'xtash ishorasini bergan vaqtida haydovchi yuqori tezlik bilan xodimni urib yuborib, uning hayoti uchun og'ir tan jarohati yetkazgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida transport vositasining harakati cheklanib, haydovchi qo'lga olingan. Biroq katta serjant Vahobjon Mo'minov viloyat tibbiyot birlashmasiga olib borilayotganida vafot etgan. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va ko'p sonli shaxsiy tarkibi Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati katta inspektori katta serjant Mo'minov Vahobjon Abdullayevichning vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi. Katta serjant Vahobjon Mo'minov 2007-yildan ichki ishlar organlarida fidokorona xizmat qilgan. Uning ortida suyukli ayoli, 2 nafar qizi va 1 nafar o'g'il farzandlari qoldi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida profilaktika inspektori chaqiruv vaqtida pichoqlanishi oqibatida vafot etgandi. Uni pichoqlagan 65 yoshli fuqaro esa qochib ketib, joriy yilning 4-iyul kuni qabristondagi makkapoya ichida qo'lga olingandi, deyiladi xabarda.